Assalomu alaykum aziz үй reklamasini ko'rib boquvchi xaridorlar. Ko'rib turibsizlar, bugun Aday ауыл, ya'ni bu yog'imiz 61 yo'li, bu yog'imiz burungi 61 konечный, bu yog'imiz Qizgetkenning do'stlik kanali bo'ladi. Bereketli 6-joyga kelib turibmiz reklama tushirishga. Joyimizning bahosin video davomida aytib o'tib ketamiz. Albatta layklarni bosib ko'rib borsangiz bo'ladi. Bu yog'imiz proxod 2 kun. Xulosasi yer maydoni 7 sotik ekan. Uyimiz 3 komnatadan iborat bo'ladi. Bismillah. Shunday ajoyib kichikroq koridorimiz bor, kirib bersang Usmon. Ha, qizim. Mana shunday bir hovlimiz, ko'rsangiz bo'ladi. Ajoyib bo'lgan. Bu yog'imizda zalimiz. Albatta xona kutuvchilarga xona kutuvi tayyorlab. Joyimizda 80% remont bor. Tek sirtqi joydan aytganda ichki joyda 100% remontlangan. Al bu joyimiz kuxnyamiz desangiz foydalanib turgan kichikroq o'tiradigan yer. Ko'rsangiz bo'ladi. Bu joyimiz tavor qo'ntsi shunday bo'lay holatdan ekan. Eskilamiz shunday ajoyib bo'lgan appak esklardan solingan ekan. Perdelarimiz mashina perdelardan qo'yilgan. Ko'ramiz, albatta yer maydoni 7 sotik. Aytilgan bahasi 400 million so'm aytaman deyapti. Kesim bahasi bor albatta. Wi-Fi, suv, gaz problema emas. Xohlash aytib qo'yaqan aytmasam da bo'ladi. 26-mikrorayon, ya'ni Aday ауыл qayerda deganlarga 26-mikrorayon. 26-mikrorayonda. Bu tarafimizdan uyimizning atыс tarafini o'tamiz, ne ko'rganingizdek. Atыс taraflarimiz ham üstü yaşıklar qo'yilib, mal bog'i, taynat mal qo'ralar da bor ekan. Ko'rsangiz bo'ladi, atыс taraflarimiz. Mana aqtereklarga kelgan bir dam yo'l terek, tag'ida qasina qo'shimcha naldan o'tirg'izilgan. Uyimizning sirtqi joyini topshan qo'ygan, ajoyib bo'lgan topshan, tayin turibdi tek bo'lgan. Üstüne nabes qo'ydirib bersangiz bo'ladi. So'sin, topshanning o'rnini ko'rsangiz bo'ladi, betondan qo'ydirilgan ekan. Ya qalisangiz puldor ağalarımız bo'lsa, shu yerga aylantirib etaj qilib, bu yog'imiz 26-bilimlar ko'chasi yaqin, ya'ni kvartirani kelib qo'ysangiz bo'ladi, studentskiy kvartiralarga kelib qo'ysangiz bo'ladi, esigini bu yoqdan bo'lib qilsangiz bo'ladi. Ideyaning zo'r variantlarini seçsangiz bo'ladi. Tekrar shunday qo'rangiz, al bu yog'imiz hajatxonamiz, sirtqi hajatxonamiz. Yerimizga ajoyib qiylarni to'g'ib, mana mashina qo'ygan ekan. Yegeveres tayin degan. Qoralarni ishlarni tushirmay qo'ying. Endi tayin ustida yaxshi bir agar pulingiz bo'lsa, o'sha joydan biznes qilib bersangiz, boshlab bersangiz bo'ladi. Etaj qilib, Qozog'istonskiy pasonda deb aylantirib, mashina qilib kvartirani qo'yuga qisham etib uy solsangiz bo'ladi ekan. Ko'rib turibsizlar, bahasi 400 million so'm aytiladi. Uy-joy reklamasidan podpiska, like bosib o'tirib unutmangizlar. Albatta qo'llaymiz sizdan reklama tushirib berib bizdan uyli bo'lsangiz biz quvonamiz. Uysiz bo'lib yursangiz biz albatta sizlarga uy topishga harakat etamiz. Ko'rib turibsizlar, uyimizning sirtqi joyida. To'menga nomerlarni qoldiramiz. Xabarlashamiz. Albatta kelishimning bahada aytilgan bahasi 400 million so'm. Ko'shimizga rakoshka to'g'ilgan ekan, mayda shebim. Asfaltlanmagan biroq. Bu yog'imiz Qizgetken kanali do'stlar. Hozir videolarni ko'rsatib boramiz. Azizlar, o'tmish like, podpiska, reklamamizni hurmat qilgan holda ag'ay do'stlaringizga jibet qo'ysangiz bo'ladi. Sebebi bizlarning rivojlanishimizga ko'maklashayotgan, bizlarning rivojlanishimizga qatnashib ketayotgan sizlar bo'lasiz, ag'aylar. So'ndoqdan xizmatlaringizni bir baholab ketsangiz bo'ladi. Qattiq layklarni bosib keting, podpiska bosmasangizda. Bu yog'imiz bunday Qizgetken kanali. Do'stlar. Ko'p ta'minda. So'ng hozirgi vaqtda ujay reklama tushirgimiz kelayotgan bo'lsa, bizning kanalimizga murojaat etsangiz bo'ladi. Albatta kelishimni arzon aldim so'zlasan materiallarni qimmat singan bo'lsangiz, so'larda aytib ikki ovoz so'z bilan kelishilgan holda videongizni reklama qilib beramiz. Agar yaxshidan targ'ib o'tgan bo'lsangiz, bepul tushirib berib imkoniyatini ham yaratib beramiz. Ko'rib turibsiz, mana do'stlar kanali o'zimiz. Mana ko'rib turibsiz. Ona etajimiz, bu yog'imiz megamiz, mana. Ko'rsangiz bo'ladi.
Bak bu жақта балалар шомылады. Жаздың күні шомылуға зор жерлер.